Da? Oy, Ilgari nima shundaylayapsiz? Hozir zamonaviy ketgan anker qatasak bo'lmaydimi buni? jiyanim birinchi o'rinda anker xonadon egasiga cho'ntagiga ozgina zarar keltiradi. Sababi ankerning bir donasi 15 ming. Mana shu joyimizga 3, 4, 5, 6, 15 ta ketsa, buni hisoblab ko'ring. Keyin buni baquvvatligi ankerdan ko'ra baquvvat bo'ladi. Anker taxtani o'rtasini ushlaydi. Sim ikki chekkasini ushlaydi. Bu chekkadan bu chekkaga. Sinagani mana shogird qanaqa? Ko'taraverasizlar. Bu tarafdan. Taxtani qo'parmagungacha chiqmaydi bu sim. Taxta qachonki qo'llanib ketadi, keyin chiqadi. Senga doimiy maslahatim, mendan keyin usta bo'lib chiqasan. Ankerdan qachon foydalanasan? Anker sim tashlanmagan joylarga ikkita qo'yish kerak. Bitta chekkaga, bitta chekkaga. Cheres qilib qo'yib ketasan. O'rtaga qo'ysang hech qachon taxtani yuklamaydi. Taxta tarozi bilan o'ynab qoladi. Men doim shuni qilganman. Kuzatuvchilarga ham shuni maslahat beraman. Simdan foydalaning. Sim taxtani ikki qirg'og'ini ushlaydi. Anker o'rtani ushlaydi. Keyin qimmat ham 15 ming turadi. Ko'rasizlar, mana shu 10 metr, 15 metr joyimizga 15 tadan oshish ketyapti. Kuzatishda davom etinglar. Like va podpiskani ham bering.